Qiyin va dolzarb yengiliklari bilan dunyo yengiliklari o'z ishini boshladi. Zelenskiy ancha yomonroq ko'rinishni boshladi. Tramp Ukrainadagi mojaroni to'xtatishga va'da berdi. Ukraina Rossiyadagi nishonlarga zarba berishga haqli — NATO bosh kotibi. Ramzan Qodirov O'zbekistonga keldi. Hamas Isroilga raketa hujumi uyushtirdi. Putin va Mirziyoyev qaysi mavzularda suhbatlashadi? Ekspert javobi. Zelenskiy ancha yomonroq ko'rinishni boshladi. Vladimir Zelenskiy ancha yomonroq ko'rinishni boshladi. Bu haqda RIA Novosti Dik gazet nashriga tayanib xabar berdi. Zelenskiy borgan sari charchagan, g'azablangan va odamovi sifatida ko'rinmoqda. Bu ehtimol giyohvandlikdan xalos bo'lish sohasidagi tibbiyot mutaxassislarining vakolatiga kiradi, deyiladi materialda. Shu bilan birga maqolada ta'kidlanishicha, Kiyev rejimi safarbarlikni kuchaytiruvchi qonun qabul qilinishi bilan orqada qolgan barcha erkaklarni istisnosiz ochiqchasiga rad etuvchilar deb atay boshladi. Ularning haqoratomuz bayonotlari davlat telekanallarida namoyish etilmoqda. Rasmiylar avvallari jamoat totuvligini buzishdan qo'rqib, buni oldini olishga harakat qilishgan deya tushuntiradi muallif. Ayni paytda safarbarlikni kuchaytirish Ukrainani muqarrar halokatdan qutqarib qolmaydi, chunki askarlar birinchi kunlarda frontda halok bo'lishadi, deya xulosa qiladi nashr. Ukrainada 2022 yil 24 fevraldan beri harbiy holat joriy etildi. Ertasi kuni Zelenskiy umumiy safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzoladi. Harbiy holat davrida 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklarga mamlakatdan chiqib ketish taqiqlanadi. Tramp Ukrainadagi mojaroni to'xtatishga va'da berdi. AQShning sobiq prezidenti Donald Tramp Vashingtonda bo'lib o'tgan Liberatlar milliy qurultoyida agar u qayta saylansa, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroga chek qo'yishga yana bir bor va'da berdi. Prezidentlik saylovida g'alaba qozonganimdan keyin avval kabinetga qaytishimdan oldin Rossiya va Ukraina o'rtasidagi dahshatli urushga barham beraman. Shunda biz boshqa odamlarning mojarolarga yuzlab million dollarni behuda sarflashni to'xtatamiz va minglab odamlarning hayotini saqlab qolamiz, dedi Tramp. Siyosatchi aynan qanday natijaga erishmoqchi ekanligi tafsilotlarini oshkor qilmagan. Bundan tashqari u tinchlik va barqarorlikni tiklashga, AQShning amaldagi prezidenti Jo Baydenning 3-jahon urushi sari yurishini to'xtatishga va'da bergan. Siz 3-jahon urushi tomon ketayotganimizni bilasiz, to'g'rimi? So'radi Tramp. Tramp avvalroq agar u qayta saylansa, Rossiya va Ukraina o'rtasidagi mojaroni atigi 24 soat ichida hal etish niyatida ekanini bir necha bor ta'kidlagan edi. Prezident matbuot kotibi Peskov ushbu bayonotlarni sharhlar ekan. Bunday oddiy yechim uchun bu juda murakkab muammo ekanligini ta'kidlagan. Ukraina Rossiyadagi nishonlarga zarba berishga haqli — NATO bosh kotibi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukrainaga Rossiyadagi harbiy nishonlarga hujum qilish uchun g'arb qurollaridan foydalanishga ruxsat berish kerakligini aytdi. Bu haqda u The Economist nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Ittifoqchilar Ukrainaga berilgan qurollardan foydalanishga qo'yilgan ba'zi cheklovlarni olib tashlashi kerakligini o'ylab ko'rish vaqti keldi. Ayniqsa hozirda janglarning aksariyati Xarkov viloyatida chegaradan unchalik uzoq bo'lmagan joyda sodir bo'lmoqda. Ukrainani ushbu qurollarni Rossiyadagi qonuniy harbiy nishonlarga qarshi qo'llash imkoniyatidan mahrum qilish uning o'zini o'zi mudofaa qilishga katta xalaqit beradi, dedi Stoltenberg. Uning fikricha, rus qo'shinlarining Xarkov viloyatidagi hujumi muvaffaqiyatga olib kelmaydi. Ruslar katta yo'qotishlarga duchor bo'lgan holda bosim qilishda va kichik muvaffaqiyatlarga erishishda davom etadi, deydi NATO bosh kotibi. Stoltenberg ittifoqchilar Ukrainaga 1 million artilleriya o'qlari va'da qilib, buni amalga oshirilmaganidan hayratlandi. Bu nima ekanini eslashimiz kerak. Bu Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiv urushidir. Ukraina o'zini himoya qilishga haqli. Bu Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishni ham o'z ichiga oladi, dedi NATO bosh kotibi. Ramzan Qodirov O'zbekistonga keldi. Video. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 26 may kuni O'zbekiston va Rossiya prezidentlari Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin ishtirokida bo'lib o'tadigan O'zbekiston va Rossiya hududlari kengashining birinchi yig'ilishida ishtirok etish uchun Toshkentga keldi. Bu haqda u o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Checheniston rahbari Toshkentga kelganida uni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov samimiy va mehmondo'st kutib olganini ta'kidladi. Uchrashuvda u Vladimir Putin va Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasi tufayli erishilgan sheriklik munosabatlarining strategik xususiyatiga ega ekanligini, shuningdek xalqlarimiz o'rtasida azaldan do'stona munosabatlar o'rnatilganini va uni saqlab qolish zarurligini ta'kidladi, deb yozadi Ramzan Qodirov. Hamas Isroilga raketa hujumi uyushtirdi.
Hamas G'azo sektorining janubida joylashgan Rafah shahri hududidan Isroil tomon 8 ta raketa otdi. Ularning bir qismi Isroil havo hujumidan mudofaa tizimi tomonidan tutib olindi. Bu haqda Isroil mudofaa kuchlari matbuot xizmati Yahudiy davlatining markaziy qismidagi havo hujumi haqidagi ogohlantirishdan so'ng ma'lum qildi. Yaqinda Isroil markazida yangragan sirenalar ortidan Rafah hududidan Isroil hududi tomon 8 ta raketa uchirildi. Bir necha raketalar Tsahal havo hujumidan mudofaa tizimi tomonidan tutib olindi, deyiladi bayonotda. Kan radio stansiyasining qayd etishicha, mamlakatning markaziy qismida so'nggi 4 oy ichida birinchi marta havo hujumi haqida ogohlantirish e'lon qilingan. Hamasning harbiy qanoti bo'lmish Izzidan al-Qasam brigadasi Tel Avivga raketa hujumi uyushtirishga uringanini ma'lum qildi. Izziddin al-Qasam brigadalari Isroilning tinch aholiga qarshi tajovuziga javoban Tel Avivga raketa hujumi uyushtirdi, deyiladi harakat bayonotida. Putin va Mirziyoyev qaysi mavzularda suhbatlashadi? Ekspert javobi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev G'arbning Markaziy Osiyoni Rossiya uchun ikkinchi jabhaga aylantirishga urinishlari va buning oldini olish yo'llarini muhokama qilishadi. Bu haqda MDH Davlatlari institutining Markaziy Osiyo bo'limi boshlig'i Valentin Grozin RIA Novosti bilan suhbatda ma'lum qildi. Yakshanba kuni Putin O'zbekistonga tashrif buyuradi va mamlakat rahbari bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Uchrashuvning rasmiy materiallaridan ma'lum bo'ladiki, prezidentlar MDH, SHT va BMT doirasidagi hamkorlik hamda mintaqaviy masalalarni muhokama qilishi kerak. G'arbiy Markaziy Osiyoni ikkinchi frontga yoki ikkinchi frontning o'ziga xos turiga yoki Rossiyaga qarshi to'liq front bo'lmasa ham G'arbga qarshi kurashda Rossiyaga qarshi kurash olib boradigan, Rossiyada muammolarni keltirib chiqaradigan va Rossiya resurslarini g'arbiy yo'nalishdan janubiy yo'nalishga tortadigan mintaqaga aylantirmoqchi, dedi Grozin. Uning ta'kidlashicha, bu G'arb siyosatchilarining ko'plab bayonotlarida va Vladimir Zelenskiyning bayonotlarida ko'rinadi. G'arb hatto Rossiya uchun sharqda muammo yaratish istagini yashirmayapti, deya ta'kidladi ekspert va hech kim Markaziy Osiyo davlatlarining o'z manfaatlari bilan qiziqmaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.